Otabe. Diyora Keldiyorovdan revansh olmoqchiman. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Eng tezkor, eng ishonchli, eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Yaponiyalik Otabe Budapeshtda o'tayotgan judo bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozonganidan so'ng o'zbekistonlik Diyora Keldiyorova haqida gapirdi. Otabe Diyoradan revansh olishni istayotganini va uning tezroq katta sportga qaytishiga umid qilayotganini aytdi. Men uchun juda og'ir yil bo'ldi. Ammo qat'iyatim va kuchli irodam evaziga natijaga erishdim deb o'ylayman. Hali oldinda uzoq yo'l bor. Ko'proq mehnat qilishim kerak. Diyora Keldiyorova bu yerda bo'lmaganidan afsuslandim. Uning qaytishiga umid qilaman. Men undan revansh olmoqchiman, dedi Otabe. Eslatib o'tamiz, yaponiyalik sportchi Parij 2024 Olimpiadasida o'zbekistonlik dzyudochiga imkoniyatni boy berib, musobaqani erta tark etgan edi.